أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة البقرة: استعيذ بالله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Sure Bakara'nın 102. ayete geldik. Allah Teala 101. ayette şu ehli kitaplarga Peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'ni aşlarının tarafındaki Tevrat'ını tasdik kılgan Kur'an-ı Kerim'ni ip kelgen vaqtda ularning ichidan bir firqaninki Allah'ın kitabını taşıp etkenligini, Allah'ın kitabını Tevrat'ını orqali taşıp etkenligini bayon qilgan. Hozir endi bu oyatda Alloh taolo vattaba'u ma tatlu shayatin degan vattaba'u degan mushu so'z ilgirki oyatdagi nabada fariqum minallazina utul kitob degan yerga atib ekan. Ya'ni kitob berilganlarning ichidan bir firqasi Allohning kitobini orqalari tashib etdi deb kelib, yana ular shaytonlar ularga o'qib bergan narsaga ergashdi demoqchi ekan. Şeytanlar şu Süleyman Aleyhisselam'ınki padişahlık devrede, Mulki Süleyman degan şu Süleyman Aleyhisselam'ın devrede şeytanlar o'qib bergan narsaga ergashdi. U o'qib bergan narsa nima desa sehr. Şeytan uni Süleyman Aleyhisselam'ning o'rindiqining ostiga ko'mib qo'yatdi debdi. Ko'mib qo'ygan edi. Süleyman Aleyhisselam'ning padişahlıkı tortib olingan chog'da deydi. Mana şeriatda bu Süleyman Aleyhisselam'ınki padişahlığının tortib olinganligi haqidagi bu gap bu İsrailiyat vaqaliklaridan iborat bo'lgan bir xurafiy gap debdim buni. Ala mulki Süleyman. أو كانت تسترق السمع وتضم إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه. Yoki buning tafsiri shaytonlar so'zni o'g'irlab anglaydi. Nimaga osmonga o'rlab chiqqan chog'da farishtalarningki shu dunyoning ishlari to'g'risida deyishgan gaplarni o'g'irliqcha anglab oldi ekan. Anglab olib, unga yana nurg'unlagan yolg'on yovdoqlarni qo'shib akilib, uni o'zining kahillariga tashlaydi deydi. Shuni kahillari uni xotirlayapti o'sha gapni. Va fasha zalika va sha'a annal jinna ta'lamul g'ayb. Uning mushunda ish bo'lgandan keyincha jinlar g'aybni bildi ekan degan mushta bir sapsata taqilib ketganda shu jamiyatda. Uningki Süleyman Aleyhisselam shu vaqtdagi kitoblarni yig'ib akilib, uning hammasini ko'mbatgan edi. Süleyman Aleyhisselam vafot bo'lgan chog'da shaytonlar insonlarni shu Süleyman Aleyhisselam ko'mib qo'ygan yerga ayliqi kitoblarni ko'mib qo'ygan yerga boshlab opirib, ashni chiqarg'uzi deydi. Chiqarib uningda nurg'un sehrlarni topdi. Dedik ular innama malakukum bihada. Sizlarniki podshohinglar Süleyman Aleyhisselam mushtaq edi degankin. Shuningdek ular shu kitobdagi narsani o'rgandi va payg'ambarlarningki kitoblarini rad qilishdi deydi. Alloh tarafidan kelgan bu nurli kitoblarni rad qilib, o'sha yolg'on yovdiq sapsatlarga ergashgan, o'rgangan demoqchi ekan. قال الله تعالى تبرئة لسليمان وردا على اليهود في قولهم انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء
وما كان إلا ساحرا وما كان إلا ساحرا. Yine Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'ınki şu Yahudiler degendek undaq emasligini isbotlab berdi. Şu Süleyman Aleyhisselam'ni paklab ve Yahudilarninki sizlar Muhammedga qaranglar, u Süleymanni payg'ambarlarning qatorida zikr qilyotidi. U Süleyman bo'lsa faqat bir sehrgar edi degan Yahudilarning mush gapiga raddiya berib mundoq dedi deydi. Va ma kafara Süleyman. Yine Süleyman Aleyhisselam kafir bo'lmadi. Yine Süleyman Aleyhisselam sehr qilmadi. Chunki sehr qilish kafirlikdir. Nima lam ya'mal sehra degan gapga diqqat qilsak bo'lar ekan. Yine sehrni o'rganishning o'zida kufrlik emas. Mesela sehrni o'rganib boshqalarni uni ogohlantirish va uningki zarardan saqlanish uchun o'rgansa, bu o'rganishning o'zi bilan kafir bo'lib ketmaydi deydi. Balki shu sehrni o'rganib, uning bilan amal qilgan bo'lsa va uni kishilarga zarar yetkazgan bo'lsa, o'shada kafir bo'ldi demoqchi bu yerda. İnsonni o'sha dindan chiqarib o'tadigan navaqidul iymonninki qatoridagi ishlar bu ham yani. لأنه كفر ولكن الشياطين كفروا. Lekin shaytonlar kafir bo'ldi. Walakin bunda ikki xil o'qildi ekan. Shaytonlar kafir bo'lib, insonlarga sehrni o'rgatgan holatda kafir bo'ldi demoqchi. Yuallimunan nasa sihr degan ma jumla kafarudiki zamirdan hol deydi. Va yana ular o'rgatdi insonlarga malakanga, ya'ni ikki solih kishiga nozil qilingan narsani. Malakan desa ikki farishta emas ekan, ya'ni ikki insonlardan bo'lgan ikki kishi ekan bu hamda. Matafsirda deydi. U ikki kishiga nima malak deb atashga maqsad ularning solih kishilar bo'lganligi uchun shuni farishtalardek o'sha insonlar degan maqsadda malakan deb atagan ekan shu davrda. Ulhimahu min as-sihri. İlham qilindi u ikki kishiga sehr. Yana bu lamning kasrasi bilan o'qilgan. Malikayni deb. Bibabila Harut va Marut. Ya'ni Iroqdagi bir yutug'in Babil degan joyda Harut, Marut degan işte ikki solih kishiga tushirilgan narsani o'rgatdi demoqchi ekan. Tushirilgan narsani o'rgatdi. Bu Harut va Marut degan badaldir yoki atbu bayondir malakayn uchun. İbn Abbas radhiyallohu anhu bundoq degan. U ikkisi ikki sehrgar bo'lib o'rgatgan edi ular sehrni. Va deyildi yana ular ikki farishta bo'lib malakani tushirildi sehrni o'rgatish uchun. Nimishqa desa Alloh taolaning insonlarni sinash, ya'ni sinash yusidan bu shundoqqa Alloh taolo tushagan bu ikki farishtani demoqchi ekan bu yerda. Yani bu işlerin hammasi Alloh taolaning dunyo hamda sinoq dunyosi bo'lganligi uchun shundoq har xil yaxshi yomon ishlar hammasi shu dunyoda bor demoqchi bu yerda. Alloh buning hammasini Alloh taolo insonlarni sinash uchun tushagan. Yaxshi bilan yomonni ayirish uchun shundoq sinoq tariqasida tushagan ishlar hamda. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. O'rgatmadi u ikkalan Harut, Marut degan ikki solih kishi yoki ikki farishta hech qanday bir kishiga o'rgatmadi, hattoki biz bo'lsak bir sinoq Alloh tarafdan kelgan bir sinoq turimiz demay turib o'rgatmabdi. Ya'ni nasihat qilgan tariqada mushta degan edi deydi. Liyamtahinahum bi ta'limihi. Alloh taolo ularni sinash uchun ular shu sehrni o'rgatish orqali sinash uchun mushtaq tushagan deb nasihat tariqasida o'sha deb turib o'rgatgan ekan. Faman ta'allamahu kafara. Kimiki buni o'rgansa kofir bo'ladi, kimiki uni tark etsa u mu'min bo'ladi deb o'sha degan edi nasihat tariqasida. Shunlashqa uni o'rganish orqali kofir bo'lmagan degan ekan. Agar uni masalan cho'qim o'rganib deb turib olsa, o chog'da u kishiga o'rgatgan debdi. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. U ikkisini yana er bilan
uning ayolini orasini ayirib o'tadigan narsani o'rgandi deydi insonlar. Qanday ayirib o'tadigan desa, u ikkisinin her biri yin birisiga yomon ko'rsatilish orqali shunaqa ayirib o'tilgan narsani o'rgangan. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ. Ular yine sehirgerler. O şu sehir bilen hiçbir kişiye zarar yetküzelmeydi fakat Allah'ın izni bilen. Allah'ın iradesi bilen işte buludu deydi. Sehirin özü ziyan yetküzelmeydi dese şu sehirinin özülamla ziyan yetküzelmeydi fakat bu işte mesela Allah'ın iradesi bilen buludu demek bir yerde. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Velakad yani qasamki o'rganda o Yahudilar alimu degan bildi demoqchi. O'rganda emas, bildi. Yahudilar shuni bildiki, haqiqatan kimiki ixtiyor qilsa o'sha sehrni ixtiyor qilib, Allohning kitobini tashlab qo'yib, mushni o'rgangan bo'lsa, uning uchun oxiratda hech qanday bir nasibi yo'q. Jannatning hech qanday bir nasibi yo'q ekanligini ular biladi deydi. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ularninki özlerini setivetken nerse nimirge yaman. Yani özlerinin nefslerindeki ülüşünü, ahiretteki ülüşünü setivetip muşu sihirini öğrengenliki. Hatta ki özlerge muşu dozakını vacip kıldığın derecede muşu sihirini öğrengenlikini ibaret bu iş nimirge yaman. Eğer ular bilgen bolsaydı onu öğrenmeydi demiş. Lev kanu ya'lamun degan. Ular ahirette ahir baradigan joyininki mushuni o'rganish orqali ahir baradigan joyining azob bo'lganligini mushuni haqiqatni bilgan bo'lsaydi ma ta'allamuhu uni o'rganmagan bo'ladi. Walau annahum amanu wattaqaw. Agar u yahudiylar iymon etgan bo'lsa, ya'ni payg'ambarga va Qur'onga va qo'rqqan bo'lsa, Allohning azobidan saqlangan bo'lsa, Alloh taolo osiy bo'lgan ishlarni tark etish bilan, masalan, sehrga o'xshash degandek. Bunda bo'lmasa qanday bo'ladi desa, la utibu. Albatta savobga erishgan bo'ladi demoqchi. Lavninki javobi mahsub edi. Yani la utibu demoqchi ekan. Bu shu lavninki javobining la utibu ekanligiga nim dalolat qiladi desa, oyatning kaynidagi la mathubatun degan ma'no so'z dalolat qiladi deydi. La mathubatun min indillohi xayr. Allah tarafdan kelgan savob yaxshidir agar ular bilsa. Yani lemethubatun degan bu mubtada ekan, jumlaning egisi. Uning beshidagi lam qasam uchun kelgan deydi. Yaxshidir degan, xayrun degan bu jumlaning xabari ekan. Yani mimma sharaw bihi anfusahum. Ular o'zlarini setivetgan narsadan, yani jonlarini o'zlarining nafslarini setivetgan dunyoning ozg'ina ma'lumoti uchun setivetgan bu narsadan Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Agar ular o savobning yaxshi ekanligini bilgan bo'lsa, lama atharuhu alayhi. Shu dunyoning ozg'ini ma'lumotini oxiratdan ortiq ko'rmagan bo'ladi demak. Xo'sh, endi keyingi oyatda ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u va lil kafirina azabun alim. Ey iymon etgan mu'minlar, endi Alloh taolo mu'minlarga xitob qilyapti. Yine sizlar payg'ambarga ro'ina demanglar. Bizga adab axloqni, payg'ambarga xitob qilishga adab axloqni o'rgatyapti. Ro'ina degan so'z muroatun degan masdardan chiqqan buyruq deydi. Yahudiylar shunday deydi ekan payg'ambar alayhisolamning yelkasi. U yahudiylarning tilida ru'unat degan so'zdan chiqqan bir tillash ma'nosidagi so'z deydi. Ular mushuni maxfiy deyishadi va uning bilan payg'ambarga xitob qilishadi. Müminler bo'lsa bunday xitob qilishdan cheklandi deydi. Yine ro'ina degan tillash ma'nosidagi manqarg'in degan bilan ma'noni uqtirgan gapgan ashlarning tili bo'yicha. Endi mana so'zningki ifodalaydigan ma'nosi o'xshash bo'lsa-mu, lekin tillash ma'nosidagi uni xarakteri boshqa yerga ketilgan bir so'z o'qib qolsa,
bunu işletmesi gereken. Yani söz işiltiş cihetinde bu müminler edep ahlaklı buluş gerek degan bir nuqtani Alloh taolo bizga o'rgatib atadi. Va qulu amdi asha ra'ina degan so'zning o'rniga unzurna denglar. Unzur ilayna. Yani bizga qarag'in denglar. Yani unzur degan so'zni ishlatinglar demoqchi. Vasma'u. Sizlar buyurilgan narsani Alloh va Allohning rasuli sizlarni buyurgan narsani qabul qilish tariqasida anglanglar deydi. Kafirlar uchun oxiratda alamlik azob bordir. Bu bo'lsin do'zax. Ma yawaddul-ladzina kafaru min ahli kitabi va lil mushrikin. Ahli kitoblardan va mushriklardan bo'lgan kafir bo'lganlar yaxshi ko'rmaydi, orzu qilmaydi. Nimani desa, ay yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum. Parvardigoringlar tarafdan sizlarga bir yaxshilikninki tushirilishini orzu qilmaydi. Uni yaxshi ko'rmaydi, yoqtirmaydi. O yaxshilik nimadan iborat desa, vahiydan iborat debdi. Nima uchun yaxshi ko'rmaydi desa, sizlarga hasad qilib shuni yaxshi ko'rmaydi demoqchi. Demak, bu hasad deganniki bu işte yomon narsa, insonni har ko'yga olib boradi. Hattoki insonni shu do'zaxga olib ketishga olib boradigan mana bir yomon illat ham yana. Vallohu yaxtassu bi rahmatihi man yasha'u vallohu zul fadlil azim. Bu vahiy, payg'ambarlik deganni Alloh taolo o'zi xohlagan bandasiga tushirgan ish. Ya'ni Alloh xos qiladi o'zining rahmatini, bu yerga rahmatdan quvvat deydi. Ya'ni payg'ambarlikning iborat bu rahmatini xohlagan kishiga xos qiladi. Alloh taolo bo'lsa buyuk fazil egasidir deydi. Demak, Alloh taolo har narsani qandoq joyga qo'yganligini o'zi obdan biladi. Alloh taolo hammani bilguchi, hammadan xabardor zot. Undan olgandan keyin bu payg'ambarlikni kimga qo'yish kerakligini, kimga qo'ysa munosib keligini Alloh taolo o'zi obdan biladi. Bilgachga shu uni o'zi xohlagan bandasiga ashda beradi bu payg'ambarlikni va boshqa hamma ishlarni, fazilatlarni, yaxshi ishlarni Alloh taolo o'zi xohlagan bandasiga beradi. Shuningdek buning bunda biror kishi biror yaxshi ishga erishib qolsa, uningga hargiz hasad qilmaslik kerak. Bu hasad qilsak, Alloh taoloninki bergan ne'matiga biz e'tiroz bildirgandek buni ishib qoladi endi. Alloh taolo maylandan mushta yomon illatlardan saqlasin, haqiqiy komil mu'minlardan bo'lishga nasib qilsin. Amin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.